Assalomu alaykum aziz quyon ishqibozlari, aziz hayvonot olami ishqibozlari. Xo'p, o'rtoqlar, bugun sizlarga nafaqat quyon, umuman hamma hayvonot olami, ularni parvarishi, ularni boqish sohasidagi hozirgi zamon talabida bo'lib turgan gidroponika haqida sizlarga ko'rsatuv tayyorlashga qaror qildim. Buni bizga nima foydasi borligini, Xudo xolasa bugun boshlangan videoyimni oxirida bitta xulosa qilib chiqarib olasizlar. Lekin bir narsani bilinglar, bu videodan sizlarga oladigan manfaat shu bo'ladiki, nafaqat quyonchilik, chorvachilik, baliqchilik, parrandachilik sohasida ularni yem-xashak muammosini eng samarali hal qilish borasida bitta katta tajribaga ega bo'lasizlar. Xo'p, demak qo'limda nima? Qo'limda bug'doy, arpa, jo'xori aralashmasidan iborat bo'lgan bitta aralashma xullas. O'shalarni bir-biriga qo'shib turib tayyorlaganmiz. Endi bunda hozir oldindan aytadigan bo'lsam, deylik, umumiy 1 kiloga oladigan bo'lsak, deylik 300 gram jo'xori olasizlar, 300 gram bug'doy olasizlar va 400 gramiga arpa qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar faqat jo'xorini o'zidan qilinglar, xohlasanglar bug'doyni o'zidan, xohlasanglar arpani o'zi. Lekin eng yaxshisi, eng samaralisi bu yerda jo'xori bilan bug'doy hisoblanadi. Arpani suvini aralashtirmaysizlar lekin. Arpani biroz qo'shsanglar ham yaxshi bo'ladi. Bugun o'rtoqlar, men sizlarga o'sha gidroponika sohasini ilk qadamidan to o'sha unib hayvonga, chorvaga beradigan holatga keyingi bo'lgan jarayonini imkon qadar qisqaroq qilib, shu 15-20 minutlik videoning ichiga joylab olishga harakat qilaman. Butun jarayonni kunma-kun olib boraman. Aniqrog'i, sizlar bu videoni ko'rayotgan paytingizda men hammasini olib bo'lgan bo'laman. Sizlar tayyor hamma jarayon bo'lib o'tgan va sizlarga bir taqdim qilingan holatini ko'rayotgan bo'lasizlar. O'rtoqlar, har doimgidek iltimosim, laykni esdan chiqarmanglar. Zotan sizlarning laykingizdan men hayratlanaman, ijodxo'riman. Sizlar uchun zamonamizni, hozirgi zamonamizni talabida bo'lib turgan o'sha hayvonot olamini parvarishi yo'nalishidagi eng yangi, eng shu avjida bo'lib turgan yangiliklardan boxabar qilib turishga harakat qilaman. O'rtoqlar, hozir mana 1 litrli bankaga o'sha tayyor aralashmani oldim, taroziga soldim. 1 litrli bankaga mana 600 gram atrofida ketar ekan mahsulot. Bitta hozir men bu yerga bitta mashaqa solganman. Mana endi ikkinchisini so'yolman. Mana ikkitasini soldim. 1 kilo 300 bo'ldi. O'rtoqlar, shuni men qaytarib olaman. Hozir 1 kilo qilaman. Va qani keyin oqibatda shu 1 kilodan necha kilo tayyor yem chiqadi, xashak chiqadi. Buni bilib olamiz. O'rtoqlar, bilasizlarmi? Buni men 1 yil oldin sinovdan o'tkazganman. Ajoyib natija bergan. O'zimda chorva hayvonim yo'q edi, qo'shnimda chorva hayvoni bor edi. O'sha chorva hayvoniga berganman. Haqiqatan ham natijasi a'lo bo'lgan. Agar shu narsaga o'rganib olsanglar, uylarda parranda bo'lsin, qo'y bo'lsin, mol bo'lsin, quyon bo'lsin, hammasiga bir xilda bersanglar bo'ladi. Faqat bularning farqi shu kunida. Qaysi birigadir o'sha deylik 5 kunlik, qaysi birigadir 4 kunlik, qaysi birigadir 3 kunlik, qaysi birigadir 1 haftalik qilib berishingizga to'g'ri keladi. Endi qisqaroq aytadigan bo'lsam, o'sha hayvon turimiz qancha kichkina bo'lgan sari shuncha kam kunlik qilib beraverasizlar. Demak 3 kunlik yoki 4 kunlik, 5 kunlik yoki 1 haftalik qilib. Mollarimiz yirikroq bo'lgani uchun mollarga yirikroq qilib o'sha 1 haftalik qilib o'stirib beriladi. Xullas, hozir mana buni sov oldim. Keyingi jarayonni hozir bir pastur ko'raverasizlar. O'rtoqlar, davom etamiz. Xo'p, boyagi o'sha jo'xori, bug'doy va arpadan iborat bo'lgan umumiy hisobi 1 kilolik bo'lgan don mahsulotimizni olib keldim.
Mana qiladigan ishimiz o'rtoqlar, buni bitta chayib olamiz. Mana e'tibor beringlar, buni o'sha chayib olganning foydasi nimada? Yuzaga, mana yuza qismiga bizga kerak bo'lmagan chorvamizga, hayvonimizga foydasi bo'lmaydigan ortiqcha o'sha puchlari, o'sha yaxshi pishmay qolganlari, har xil o'sha keraksiz nimalar chiqib ketib qoladi. Hamda shu bilan birgalikda bu don mahsulotini yetishtirish jarayonida har xil agro ishlovlar berilgan bo'ladi. O'sha ishlov jarayonida kimyo moddalardan foydalangan bo'ladi, kimyoviy. Shu kimyoviy moddalarni ozmi ko'pmi yuvib, tozalab tashlaganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana keyingi mana ikkinchi marta chayganimizda yuzida endi ozgina chiqdi xolos. Mana toza bo'ldi. Endi buni mana suv solib qo'ydik. Suvimiz biroz iliqroq bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin ko'p ham issiq bo'lmasin. Nomiga iliq bo'lsa bo'ldi. Va buni o'rtoqlar iliqroq joyga qo'yib qo'yamiz. Iliqroq joyda bir kun turadi. Bir kun ham emas, qanaqadir soatlar, misol uchun hozir buni qo'yib qo'yaman. Ertalab suvni to'kib tashlayman. Suvni to'kib, ichida suv qoldirmasdan, qolsa ham nomiga qoladi. Ustiga keyin nam latta yopib ketaman. Namlangan lattani yopaman. Xo'p, videoni qolganini endi har kuni o'sha olgan jarayonimni ko'rsatib boraman. Hozircha bugungi qiladigan ishimiz shundan iborat. Like bosishni esdan chiqarmaysizlar, o'rtoqlar. Sizlar uchun xizmatda qolaman. Salomga yarasha alik bo'lsa, go'zal bo'ladi albatta. Xo'p, azizlar, davom etamiz. Kechagi boshlagan ishimiz, ya'ni gidroponika yo'nalishi bo'yicha xabaringlar bor. Yangi eksklyuziv video qo'yaman sizlarga. Bugun ana o'sha videoni davomi, ya'ni ikkinchi kunimiz. Kecha takrorlab o'taman, kecha 1 kilo aralashma bug'doy, jo'xori va biroz arpani aralashmasdan hosil bo'lgan 1 kilolik don miqdorini o'zingizga ma'lum suvga solib qo'ydim. Mana bular 1 kun turdi. Endi hozir buni o'rtoqlar suvini to'kib tashlaymiz. O'rtoqlar mana suvni yaxshilab to'kib tashladim. Mana bu yaxshilab o'ziga suvni shimib oldi. Endi bir narsaga e'tibor beringlar. Bu hozir idishim kichkina. Shuning uchun kichkina idishda tayyorlayapman. Sizlar kelajakda o'zingizlarni o'sha hayvoninglarni deymizmi, chorvalarni deymizmi, soniga qarab bu don mahsulotini ko'proq idishlarga solib tayyorlayverasizlar. Bugungi video sizlarga boshlang'ich qadamni beradi. Qolganini shundan kelib chiqtirib davom etaverasizlar. Xo'p, buni tayyorlab oldik, suvni to'kib oldik. Endi buni ustini bitta namlatta bilan yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir namlattani ham yopish nima qilamiz, ko'rsatamiz. O'rtoqlar mana eski lattani yaxshilab suvlab, namlab, ya'ni suvni siqib tashlab yopib qo'ydim. Xo'p. Buni hozir men idish ichida bo'lgani uchun namlatni yopib qo'ydim. Nimaga namlatni yopib qo'ydim? Boyagi don mahsulotimizni nami parlanib ketib qolmasligi uchun. Nami parlanib ketib qolsa, u unmay qoladi. Bu gidroponika usulidan asosiy maqsad ham o'zi shuki, donni namini saqlab turish va shu bilan birgalikda tezroq o'stirish. Va xullas, uni keyin men sizga tushuntiraman. Xo'p, kelajakda shu ko'proq kiloda tayyorlamoqchi bo'lganlarga maslahatim,
shu o'zimizdan don soladigan qoplarimiz bor. O'sha misol uchun chelagiga soldinglar shu 5-10 kiloni ertasi kuni shu qopni o'ziga ag'darasizlar, chelak bilan birga. Suvi silg'ib oqib ketadi, qopni o'zida qolaveradi. Qopni o'zini o'rab-o'rab qo'yib qo'yasizlar. O'sha xuddi shunga o'xshab bir kun turadi. Demak, mana hozir yopib qo'ydik. Bugun tong, soat tongimiz 8 atroflari. Demak, ertaga xuddi shu kungacha bo'lgan oraliqda bir kun mana shunaqa yopiq turadi. Ertaga ko'rasizda bu ozgina ungan bo'ladi. Demak, ertamiz bu dorimizning o'sha 3-kuni bo'ladi. Gidroponikaning 3-kuniga kiradi. Xo'p, demak, laykda davom etaveramiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz kanalim a'zolari. Mana nihoyat bir hafta, yana 7 kun deganda sa'y harakatlarimiz meva berdi. Xullas, buni o'rtoqlar hozir kecha kunduzda chorvachilik sohasida Yevro standart darajasiga ko'tarilgan usul bu. Chorvachilik deganda sizlar faqat mol, sigir, buqani tushunmanglar. To'y bo'lsin, baliqchilik sohasi, parrandachilik sohasi hamda va kamidagi kamtarinni shug'ullanadigan quyonchilik sohalari ham bor bu yerda. Xo'p, mana niyatga yetdik. Xudo xolasa harakatlarimiz samarasini berdi. O'zi to'g'risini aytsam, bu gidroponikani men chamasi 1 yil yoki 2 yil oldin sinovdan o'tkazganman. U qanaqa natija berganini keyingi videoda ko'rib, eshitib, bilib olasizlar. Xullas, hozircha bu gidroponika usulini birinchi qismi bo'ldi. Ikkinchi qismini ham Xudo xolasa siz azizlarimizga oldinma ketib beramiz. Maqsad ikkala ko'rsatuvdan bitta xulosa chiqsin, natija chiqsin, sizlarga bir tajriba bo'lsin. Bizani kuzatishda davom etinglar, layklarni bosib uringlar, quyon boqinglar, quyoninglar ko'paysin, salomat bo'linglar.